Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda yana jazirama issiq boshlanadimi? Videoni oxirigacha ko'ring. 23-iyul kunidan 26-iyulgacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 23-24-iyul kunlari 32-37 daraja. 25-26-iyul kunlari 35-40 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25-iyul kunlari 20-25 daraja. 26-iyul kuni 23-28 daraja. Kunduzi 23-iyul kuni 32-37 daraja bo'ladi. 24-26-iyul kunlari 37-42 darajagacha ko'tariladi. Toshkent, Jizzax, Samarqand va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 23-iyul kunlari 30-35 daraja bo'ladi. 24-26-iyul kunlari 34-39 darajagacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 23-iyul kunlari 34-39 daraja bo'ladi. 24-26-iyul kunlari 37-42 darajagacha ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 23-24-iyul kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 25-26-iyul kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 23-iyul kunlari 30-35 daraja bo'ladi. 24-26-iyul kunlari 34-39 darajagacha ko'tariladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 23-24-iyul kuni ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 25-26-iyul kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-iyul kunlari 20-25 daraja bo'ladi. 24-26-iyul kunlari 24-29 darajagacha ko'tariladi, deyiladi xabarda.